Do'stlar, firibgarlardan ham pullar undirilyapti. Ko'pchilik o'ylaydi, firibgarga bergandan keyin u agar jazosini o'tab ketadigan bo'lsa, bo'ldi, o'sha pulga uxladim deb o'ylaydi masalan. Eng qizig'i firibgarlar ham shunaqa. Qamalib chiqdimmi, nima berishim kerak men desa, hali nari odam ham to'g'ri qamalib ketdi, pulni o'rniga shu qamoqda oldinga deb o'ylaydi. O'zi aslida bu o'sha siz bergan pulingiz, aldangan pulingiz, bu zarar bu. U jazoni o'tashga aloqasi yo'q. U baribir jazoni o'tagandan keyin ham umuman moddiy zarar undirilsin deb chiqadi sud tomonidan. Mana MIBda o'zini rasmiy xabar beryapti saytida. Bir odam boshqa odamni shu firibgarlik yo'li bilan 70 million pulini olgan ekan qisqasi. Keyin u odam jazo berilgan, unga nisbatan firibgarlik deb topilgan u holat. Keyin bu moddiy zarar undirish qismi ham bo'lgan. Bermay yurgan. Keyin MIBga bersa, ixtiyoriy ravishda bajarmadi. Mana endi majburiy ijro, bekarga MIB majburiy ijro deyilmaydi, majburlab ijro qildiriladi. Sud hukmini bajarasan deb turib ijro harakatlari o'tkazilgan va o'sha odam keyin 70 millionni beribdi hali odamga. Bunaqa holatlar ko'p. MIB tomonidan ham ko'p qilinadi. Odamlar bilmaydi, xolos, men firibgarga pul aldanib qoldik, bo'ldi, endi u pul havoga uchib ketdi deb o'ylaydi. Masalan, sud tomonidan sud hukmida keltirildimi? Siz borib sudda isbotlab berdingiz, qancha pul, qancha zarar ko'rganingiz. Sud sizga mana shuncha deb sud hukmida keltirib o'tildimi? Keyinchalik u pul deb bu odam rasmiy bo'ynida qoladi.